Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi videomiz plazmarez haqida bo'ladi. Bu plazmarezimiz 220 voltda ishlaydigan Jasik firmasining 40 degan plazmarezi bo'ladi. Bu plazmarezimiz qalinligi 1 santimetrga дейін listlarda kesiladi, temirlarni kesiladi. Kitabında 1-2 ga дейін yozilgan, biroq 1-2 ni kesolmaydi. 1 santimetrda kesiladi. Ne ko'rsangiz, shunday держagi bo'ladi. Massa orqali temirga massa beriladi. Shu bilan massa olib kesadi. Havo kerak bo'ladi, kompressor bilan ishlaydi birga. Tok kuchi bo'lgan 230 voltdan jo'xori bo'lu kerak. Mening uyimda hozir 250-240 volt bor. O qalay kuchli desangiz, mening uyimga kelib turgan liniya mening bir o'zimga kelib turibdi. O liniyada boshqa ko'chamda odam yo'q. Men svarka ishlayotgan bo'lgandan keyin bir o'zimga bir liniyadan tartqizib qo'yibman. Tog'im shuning uchun kuchli. Hamda transformator ham yaqin joylashgan. 150 metr, 200 metr uzoqlikda turibdi transformator. Qancha uzoqlashsa tok kuchi volti azayib boraveradi. Transformator yaqinlashgan sayin batareya kam bo'ladi, tog'ingiz yaxshi keladi. Olib ishlatadigan bo'lsangiz, menki hozir qancha qalinliklar listlarda kesuvini ko'rsatib o'tamiz. Hozir buning uchuna menki nazatlar solinadi. Sirtindagi keramikasi menki bu zatam zapas olib qo'yish kerak bo'ladi, sinib ketadi arasida. Keyindan bunday saplolari, nazatlar, shu zatlar solinadi. Mana keramikada bor. Shu zatlar birgalikda solinadi. Ochib ko'rsatamiz. Bunday deb joylashadi menki. Hozir temirni kesib ko'rsatamiz. Menki temirlarimizni ko'rsangiz, oldindan tayyorlab qo'yibmiz. Menki 3 millimetr. Buna temirimiz menki 5 millimetr. Mana temirimiz endi. Qayerdan olsam? Menki 0,8 millimetr bo'lgan temirlar. Hozir 1 santimetrlik temir topa olmadim. Baka shuni kesib ko'rsatib turaman. Sulaklarını bunday tağız veremiz.
Teptex болгаркадан tez kesadi. Қолдан kesmeydi мінекей. Қолды kesmeydi. Енді мінекей көрсеңіз 0,8 болған угольникті шындай қылып кесті міне. Шлакларын қағып жіберсек, өзі түшіп кетеді. Қолдан кесмейді мінекей. Темірді ондай қатты қыздырмайды бұл. Мысалы, лислерді кесетін болсаңыз, текс лислерді волна болып қишайып кетпейді. Темірді қыздырмай кеседі, шу жағынан бұл яқшы. Линейка қойып кессеңіз, теп-текс қылып шығарады. 1 сантиметрге дейін кеседі арқайын. Азырча видеомыз шол. Яна қандай видеолар керек болса, комментарияға жазсаңыз, таярлаймыз. Кейін біздерде пол автоматам бар. Пол автоматы хақында видео керек болса да, қызықсаңдар таярлап көрсетеміз. Импульс фирмасының MIG 250 деген пол автоматы. Подписаться басып қойың, лайк, комментария күтіп қаламан. Каналымыздан ұзақлашмаң. Әлі көп видеолар алдында.